Kellar bugun sizlar bilan Toshkentda biznesmenlar kiyinadigan joyda kiyinib ko'ramiz. Qani necha pul bo'ladi? Ko'rgan bo'lsangiz kirishimiz bilan yaxshi kutib olishdi. Bu kutib olish O'zbekistonda ham borligini endi ko'ryapman. Chunki bunaqa kutib olishlar faqat Koreyada bor edi. Premium joyda o'zingizni premium his qilar ekansiz. Men shu narsa bo'yicha ataylab so'radim. Blogerligim uchun mana shunaqa kutib olyapsizlarmi desam, yo'q, hammaga shunaqa muomalada shunaqa kutib olamiz deb aytishdi. Kiyimlarni hammasini ko'rib chiqdim, juda ham sifatli ekan. Hozirda bu joyda 30% dan 50% gacha skidka ketyapti. Havo juda ham issiqligi uchun suv ham berib kutib olishar. Bu videoda har doim kiyinganda o'ziga yarashmaydigan biznesmen do'stlaring bo'ladi, o'shalarga jo'natib qo'yinglar, bu joyga kesalaring, luklarni ham yasab berishar ekan o'zlari. Biznesmenlar taklif qilib qolaman, bu joyda kiyinganlaridan keyin bitmayotgan ishlaring ham bitib ketadi. Hamma hozir bu videoni ko'rib reklama deb o'ylayotgandir. Bu video reklama emas. Menga qulaylik juda ham yoqqani uchun sizlarga ham taklif qilyapman. Ko'rgan bo'lsangiz, birinchi ko'ylak bilan kiyganim qana turdi, ikkinchi ko'ylak bilan rangi qana turdi. Qaysi biri sizlarga yoqqan bo'lsa ham kommentariy yozib qoldirib qo'yinglar. Hozirda yangi kontent qilayotganim uchun, premium joylarga borayotganim uchun premium kiyinishga harakat qildim. Oxiri ko'rib turgan kiyimlaring klassik qildim. Ataylar klassik restoranlarga borish uchun. Olgan kiyimlarni hammasini ko'rdilar. Agarda sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, do'stlaringga jo'natib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Hamma olgan kiyimlarni chegirmada 5.922.000 so'm bo'ldi. Men to'g'risini aytsam, bitta joyda xijolat bo'lib ketdim. Tashqarigacha olib chiqib, mashinalaringga kiyimlarni shunda o'zlari solib berishar ekan. Shunaqa yana premium kiyim do'konlar qayerda bor, kommentariy yozib qoldirib qo'yinglar, keyingisi qaysi joy bo'lsin.